Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli sammoy e, o'rnatuvchilar, hurmatli sammoy ishlatadigan, oladiganlar, sotadiganlar uchun bir qisqacha bir tushuntirish olib boramiz. Основной bu kimlarga ko'proq taalluqli bo'ladi, yangi olib ishlatadigan yoki ishlata olmay qiynalib yurgan mijozlarimiz uchun juda bir qulay keladigan bir chiroyli bir maslahat berib o'tamiz hozir. Mana bu penani sotganlar mana buni ham O'zbekistonga kirib kelganiga hali bo'lgan bo'lsa 1 yil bo'ladi. Menimcha mart oyida yoki aprel oyining boshlarida kirib keldi. Biz juda bir chiroyli ravishda mana lishni o'zlarimiz zakaz qilib oldirganmiz. Germaniya texnologiya asosida. To'g'ri, nemitskiy emas, Germaniyaniki emas, lekin dublikati ham juda chiroyli. Nima uchun chiroyli bo'lib chiqadi? Avvalambor zakazga bog'liq. Masalan uchun spetsialistlar, bizga o'xshagan tushunadigan odamlar, zavodga bizlarni zakazimiz asosida, shuna buyurtmamiz asosida shu narsa ishlab chiqarilsa, albatta men o'ylayman chiroyli sepadi, chiroyli ish ko'rsatadi, ham yomon bo'ladi, hamma tomonlama qulay bo'ladi. Demak, bu narsani biz sotgan paytimizda juda chiroyli deb boshida maqtashdi. Keyinchalik bizlarni ishlatayotgan aka-ukalarimizda ozgina e'tirozlar bilindi. E'tiroz qanaqa bilindi? E'tiroz, "Men bunaqa narsasi otadi, aka, buni oluvdik, mana bu narsa chiqib ketadi, nima uchun bunaqa degan savollar tug'ildi. Shu paytda biz tushuntirish ishlarini olib bordik, har bir klient uchun, ya'ni har bir mijoz uchun tushuntirish ishlarini olib bordik. Bu narsa, mana tabletka degan narsa tiqilgani uchun bu narsa otadi. Oldinlari bu narsa temirdan bo'lar edi. Otgan paytida mashinani urardi. Keyinchalik biz buni plastmassaga zakaz berdikki, yon atrofdagilarga yoki mashinalarga zarar bermasligi uchun mana shu narsani o'ylab topdik. Endi yana bitta savol tug'iladi. Bo'lmasa oldingilar otmas edi. Bu asli o'zi sifatsiz ishlangan bo'lishi mumkin. Mana shu joylari slabi bo'lgan bo'lishi mumkin degan bizga gruppalarimizga savol javoblar ham keldi. To'g'ri. Sifatsiz emas, lekin savollarida ozgina jon bor. Jon borligining sababi bir tomonini qo'llab-quvvatlayman. Savollarini oldingilar otmas edi, hozirgilar otadi degan joyi meni mana shu joy ozgina qiziqtirib qo'ydi. Lekin buni ham javobi shundan iboratki, oldingilarni otmasligini sababi somonmoyka, ya'ni shu ish bilan shug'ullanadiganlar uncha ko'p emas edi. Ya'ni shampunlarimiz ham sifatli shampunlarimiz juda ko'p edi. Rossiyadan, Qozog'istondan ishqilib yaxshi sifatli shampunlarimiz ko'p edi. Mana bu biznesni, shampunlarni, ximiyalarni nimasini qiziqqan odam haligi nima deydi uni? Biznesiga qiziqqan odam shunaqa bo'ldiki, har bir viloyatda o'zidan kichkina sexchalar paydo bo'lib, o'zlari ishlab chiqaradigan bo'ldi. Bolalarimiz borib o'rganib keldi. Nimalarimiz bor, bu yerda o'rgandi, gapni qisqasi shampunlarimiz haddan tashqari sanab bo'lmaydigan darajada turi ko'paydi. Bularning ichida sifatlisi ham bor, sifatsizi ham bor. Sifatsizlarining ichida Lotra qolib keladi. Lotra mana bu narsani tez tiqadi, mana bu narsa otaveradi. Mana sizga javob. Original rossiyskiy nimalardan qo'ysangiz bu ham otmaydi. Ancha vaqtga yetadi. Lekin men bu narsani bizlarni shampunlarni ishlatgan paytda har 3 kundan, har 4 kundan almashtirib tursa, bu ham hech nima qilmaydi. Mana shu narsalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak aka-ukalar. Mana bu ikkinchimiz, mana Italiyaniki, bu ham zakaz asosida olib keldik. Bu ham juda bir chiroyli. Endi ko'plari aytib turibdi, bu Xitoyda yozdirib olib kelib turibdi deb aytishyapti. Kimdirlar boshqa joydan keladi dedi, kimdirlar yana boshqa joydan keladi dedi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, buni sifati ham juda zo'r ekan. Bunga nisbatan nimalari qopqoqlari otmasligi uchun. Lekin ichi mexanizmlari hammasi bir xil. Juda zo'r. Narxlari ham farqli ozgina. Endi bunisini aytsam, bu menga juda yoqqani mana shu bo'ldi. Bu именно ichlari bronza, buni 1/4 asosida zakaz qilganmiz, sepishlari umuman boshqacha. Misol uchun bu kelganiga 2 oy bo'lgan bo'lsa, 2 oyning ichida hali bironta bir odam bundan jaloba kelmadi. Naborot menga bering. Bularning hammasini ulgurji narxda qo'yib, narxlarni ham yonbop qilamiz. Endi bir savol tug'iladi. Oybek aka, buni siz 2 oy bo'ldiki, bizdan buni 3 yildan buyon ko'rganmiz, 4 yildan buyon ko'rganmiz degan savollar tug'iladi. Men bilaman, menga aytmasangizlar ham, do'ppamga aytmasangizlar ham o'z-o'zlaringizdan gapirib qo'yasizlar. Yana qaytarib aytaman. Bundan 3-4 yil burun bordi. İçini zakasi unaqa emas edi. Qaytarib aytaman. İçini qiladigan bronza mexanizmlari 1/4 deganlar unaqa emas edi.
Chunki uni bilmas edi odamlar. Bu hozir ishlab yurgan paytda opit oshaveradi, ya'ni tajriba oshaveradi. Narxlariga kelamiz endi. Eng qiziqadigan narxlari. Mana buni ulgurji narxda ancha arzonga tushirdik. Buni mana bu modelni yozib o'tirmayin. Mayli yoza qolamiz. Ancha arzonga tushirdik, kelishtirdik. 149 ming so'm faqat fevral oyida. Faqat mana bu model yaxshilab ko'rib qoling. Fevral oyida 149 ming so'm. Ikkinchi ketdi. Mana bu Italiya modelimiz. Faqat fevral oyida faqat fevral oyida 250 ming so'm. Mana bunaqa narxlarni bilmadim men yana. Mana optimal oladiganlar uchun 250 ming so'm juda bir chiroyli narx. Zakaz qilsangizlar qancha desangiz yetkazib bera olamiz. Mayli o'zim borib olaman desangizlar ham farqi yo'q. Uchinchi penani sotganmiz. Bu endi nomer 1 desa ham bo'ladi. Bu kerak bo'lsa bundan ham yaxshi. Buni narxini sizga aytaman. Buniki 200. Bu ham 242 ming so'm. Ulgurji aka-ukalarimiz uchun narxlari super. Garantiya, hammasiga garantiya. Mana bu chiroyli narxlardan menimcha topa olasizlarmi yo'qmi bilmayman. Bemalol murojaat qiling, biz sizga topib bera olamiz, yetkazib bera olamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bir narsani unutmaslik kerak. Har doim bir nima sotib oladigan paytda o'sha sotadigan odam birinchi o'zini sotadigan mahsulotini texnik xarakteristikasini yaxshi tushunsin, ikkinchidan kuchli tajribaga ega bo'lish kerak. Shundan adashmasangiz bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.